Sizlarga assalomu alaykum. Bugun biz endi WhatsAppda HTH o'ynab ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, overimiz 123. Mana shu sostavimiz. Hozir bularda full qilmaganmisiz degan savolga javob. Hozir bizda ramkap muammo bo'lib turibdi sal. O mana как раз dasturga tashadigan mana bitta lobbi o'ynab ko'ramiz. Ketdik. Qilmasligimiz kerak. Runi. Как раз mana endi o'ynab ko'ramiz. Hozir basak. Oh, kaka. Yey. Son va run. Ko'plarda boshladi. Endi Turkmenimiz kerak. Okey. Sonya. Vashizo. Vajja 10 kelmayapti, qandaydir qotganga o'xshadi hozir. Ko'ramiz. Oh, Beyz. Yurmoqda. Beyz bilmiyorum. Yo. Şu zorlanın canım. Gracias. Kaç. Oh. Yürü. Vay, o'tmay qoldi. Yaxshi ikinci gol. Comeback qila oladimi? Qila oladi. Yo'q, xato. Shunaqada foydalanilmay qolayotganda, qo'pollik. Siz qara. Yaxshi. Qara Pele. Endi qara. Gabriel. Yo'q. Ana. Like bosib qo'yinglar, yutsak. Yo'q, xato pas. Bu sezonni yetolmasligini. Tahlil ketay hal qiladi dedim. Yo'q, gol bilan. Malades.
YouTuber qilaylik-da. Like bosib qo'yasizlar. Chiroyli hisob qilamiz. Ularga urdirmaymiz. Like bosib qo'yasizlar. 5 qilib qo'ysam. Voy, o'tmay qoldi-yu past. Qarash kerak. Yo'q. Voy, bandit. Iya. Alashim kerak ekan. Vaziyatda. Yo'q. Iya. Voy, kimni endi maqtamoqchi edim va qo'porqullik qilib, lekin kim uchun yaxshi ekan, o'rdan o'ynab bera olar ekan. Kimich yaxshi tarafi. Bu juda ham ko'ringan ekan. Va juvongasidan juda ham kerak. Oh, o'tolmay qoldik. Ikki vaqt qoldi. Voy, mana endi like bosmasanglar bo'lmaydi. Endi bu bunaqaga like bosmasanglar bo'lmaydi. Voy. Iyo, like bosib qo'yinglar ey. Bitta 5 bir qilsam like bosib qo'yasizlar dedim ha. Bo'ldi, imkoniyating qolmadi. Endi like bosib qo'yinglar. Ondiratim qolmadi, operatsiya ko'rmoqchi edim. Keyin ertaga xolasa topib bo'lsa ham qilamiz. Videoga like bosinglar. Qaytib endi u bola ham bir o'zi tashlamasa kerak deb o'ylayman desam, yana tashlayapti. Endi o'ynashga vaqt yo'q. Endi olmayman. Va sizlarga bitta narsani taklif qilaman. Shu sostavimni o'zingizga qo'yib va almashtirmoqchi bo'lgan futbolchilarim bu yerda Jon Garsiyani overi pastroq shuni almashtirib va yetishda o'zatib olsam, o'zoverim 124 bo'lishi mumkin. Yo balki 125 ham bo'lar. 125 bo'lsa ham kerak. Chunki Sadoqxonis pul bo'lgan yo'q. Bu rais 109 rais. 116 emas. Bu bitta kuchayadi. Plus 125 bo'lishi ham mumkin ekan. Hozir yana bitta o'ynasam o'ta video uzayib ketadi. Buning sababi o'yna olmayman. Lekin mana o'ynab ko'rsatdim. Chiroyli hisob bo'ldi va sizlardan bitta iltimos like bosishni unutmanglar. Kommentariyaga nimadir xohlasanglar yozib qoldiringlar. Ko'rsatib qilib berishga harakat qilamiz. Va bizning mana uchalasida ham chempionga chiqqanman. Mana Avenger modda 10 talikka ham chiqqanman. Va yutqizib qo'ydik ko'p. Bu yerda mana yutqizganlarimiz bor, ammo yutganlarimiz ham ko'p. 2 marta aynaqangi chiroyli hisob bo'ldi. Taktik ko'rsataman, lekin like bosishni unutmanglar. Mana birinchisi attacking hujumniki. Tez screenshot qo'ysanglar, mana endi yarim himoyaniki. Vaqtga qo'yib beraman. Mana keyingisi defensive. Buni ham tezroq screenshot qo'yinglar. Va video cho'zilib ketishi kerak emas. Yana video qanday video chiqishini xohlasanglar kommentariyga yozib qoldiring. Ertaga xohlasa open pack qilamiz. Draftda shunday ishlatib qo'yibman videoga qo'ymasdan. Sog' bo'lasizlar.